first, it's a total surprise. Tashkil etilgan ko'rgazma meni hayratda qoldirdi. Chunki ilgari O'zbekiston bunday tarixiy madaniy meroslarga boy deb o'ylamagan edim. Aytishlaricha, ba'zi eksponatlar bizga Jakonda qanchalik qadrli bo'lsa, undan kam bo'lmagan qiymatga ega. Ko'rgazma shunday tashkil etilganki, hattoki siz tarix haqida hech narsa bilmasangiz ham, xilma-xil maftunkor eksponatlar o'z tarixi haqida hikoya qiladi. Parijning qoq markazidagi ko'rgazmaga tashrif buyurgan bo'lsam-da, O'zbekistonga sayohat qilgandek bo'ldim va kelajakda albatta mamlakatingizga sayohat qilish istagi paydo bo'ldi. Avvallari O'zbekiston haqida eshitganimda uzoq, ko'plab mamlakatlar bilan o'rab olingan ikkinchi darajali davlat ko'z oldimda gavdalanardi. Bu ko'rgazma esa mening qarashlarimni o'zgartirdi. Aslida turar joyim bu yerdan 4 bekat narida joylashgan, lekin hozir O'zbekistonga borib qolgandekman. It's 4 train station from my place and I'm in Uzbekistan. I am very excited because Ko'rgazma juda ajoyib. Hozirda O'zbekistonning haykaltaroshlik, kulolchilik kabi san'at asarlaridan bahramand bo'lmoqdamiz. Bu yerdagi qadimiy o'zbek madaniy merosi eksponatlari Xitoy, Eron, Hindiston san'at usullarini o'zida mujassam etgan. 5 yil oldin O'zbekistonga tashrif buyurganman. Bunday maftunkor eksponatlarni ko'rishga imkon bo'lmagan edi. Endi mana shunday imkoniyatga ega bo'lganimdan xursandman. and to see these objects, wonderful objects.